tamakka hünerge bek uskensiz oqshigan kebab qilishni bilamsiz deb bek so'rab ketdinglar do'stlar. Bo'ladi, unda bo'lsa sizlarning telefoningizga asosan oqshigan qo'ygish kebab qilishni o'rgatib qo'ymay, yaxshi xatirlab olinglar do'stlar. Hozir biz oqshigan musha kebab tayyorlash boshlab ketamiz. Ketarlik materiallar mana bunday go'sht do'stlar. Yep-yeni mana bunday paqlon qo'yning go'shti jumon pachaq go'shtini tayyor qildim do'stlar. Unda bo'lsa kebabga o'lchamlik sifat holatda to'g'rashni boshlab ketamiz. Musha holatda to'g'raymiz ha. Uzatib qo'yib holatda to'g'risanglar bek yaxshi ma bu. Musha quyruq mayka pachaq go'shtninki quyruq meyi. Mana mushtaqra holatda to'g'rib olamiz. Tur to'g'rigan go'shtni mush oqqachimizga ham tashlaymiz ha. Go'sht to'g'rigan vaqtda mana musha uzatib turib to'g'ranglar. Meyi bilan yig'ini tangpon qilsanglar mush kebab mayli go'shti bek o'xshaydi jumon do'stlar. Go'shtlarimizniki go'tolarni ayirib qo'yib, o'lchamlik holatda mana shu go'shtlarimizni tayyorlam qilib oldik. Endi eng muhim, eng jon to'mirgan negiziga keldik. Mishay kelganda qip-qizil jurkimiz besib o'tib davomida diqqat qiling. Endi teoriyalarni tanishaymiz, ya'ni kebabning shirisini tanishaymiz do'stlar. Bizim o'sha o'xshash kasbdagi kebabchi do'stlar bo'lsin, yangidan kebabchilik qilsam bo'ladi debsan deydigan do'stlar bo'lsin, bek o'xshab turibmiz ha. Mishay kelganda yurak yulduzi besib o'tib turib davomida diqqat qilamiz do'stlar. Mana go'sht miyada top turdi, mana go'sht miyada top tursin. Do'stlar, endi menga biz shu shirisini tayyor qilamiz. Yaqinga kelib ko'rsangiz ham 3 tane tuxum do'stlar. Bundan keyin bo'lib qolsa, mana bu bizniki badiyan talqindan bir 10 gram badiyan talqini ha do'stlar. Bundan keyin bo'lib qolsa oqmush talqindan bir 5 gram atrofida qilinglar juma. Nurg'un kebabchi do'stlar bo'lib qolsa shu bizniki maxsus kebabning ayrim dorisi deydi. Bu kebabning dorisi ayrim holatda chiqsa-mu, bizniki ma'noga o'xshash ayrim o'zinglar shaxsiy tanishlaydigan holatga yetamaydi do'stlar. Mana ma'nodek zir talqindan 15 gram holatda seryapman do'stlar. Undan keyin bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, mana bu piyoz, chanalgan piyozlarimiz juma do'stlar, piyozlarni mushta tetiqda qilamiz. Ajoyib mizik chiqarib berdi. Tuzdan do'stlar, mana ma'nodek bir qo'shiq, 2 qo'shiq, 3 qo'shiq tuz solamiz do'stlar. Mana shunday qo'shiq bilan salsak bo'ladi ha. Endi keladi bo'lib qolsa buni tekshir bir aralashtiramiz. Mana shunday cho'ki bilan o'lchamlik holatda chelib aralashtirib olamiz juma do'stlar. Shir degandan ajoyib payzi keladi, piyozning suvi chiqadi, tuxumlar birlashib 5 payz holatga keldi. Mushta davomli holatda aralashtiramiz. 10 minut atrofida aralashtirsanglar yaxshi ha do'stlar. Mana shunda tekshir chelib mana suzilmas holatga kelib qolgandan keyin shirimizni yaqinga kelib ko'rsangiz ham mana shu go'shtning tubiga qo'shib olamiz ha do'stlar. Mana yerimini mana go'shtning tubiga qo'ydim. Endi yerimini mana go'shtning tubiga qo'yman ha do'stlar. O'lchamlik holatda qo'yamiz. Bekchiq mijivitishga bo'lmaydi juma. Normal pes mushu barmoqimiz mushtalam singishtirsak bo'ladi ha mana. Mushta singishtirib yarim soatdan 15 minutgacha mana shunda tindirib qo'ydigan bo'lsanglar, mushu doğru dermek piyozlarimizningki ta'mi ichiga singishib o'tib shunda payzi bizning kebablarimiz ajoyib payzi, shirin ta'mli bo'lib chiqadi juma do'stlar. Men managa do'stlar tetik qo'y ishlatmadim ha. Bu go'shtga vijing ishlatishingizning hojati yo'q. Go'shtdek tatliq narsa, tamlik narsa yo'q do'stlar. Unda bo'lganda bizning mana bu ziqimizni tayyorlab ketdi. Ziqqa birdan o'tkazib qo'yamiz. Ziqqa o'tkazib qo'ychilik mening bolalarim cho'q tushirib tayyor qiladi. Kebabni o'tkazdik, endi pishirishni o'rgatayapman do'stlar. Unda bo'lsa davomli shogirdlarim bilan o'tkazishni boshlab ketdik. Kebablarni o'tkazib chestay qilib etdik. Mana shogirdlarim o'tkazib qo'ydim. Mana voy qaranglar. Mening shogirdlarim mana qaranglar, ochiq kebablarni degan ajoyib payzi qo'ygich kebablarimni o'tkazibdi. Kebabchi bo'lsa-mu, bo'g'ir ekan. Unda bo'lsa qaranglar, bizning kebablar veshi jiq chiqdi ha mana. Miyadimni bir daspa qaranglar mana. Mana bu kebablarni unda bo'lsa pishirishga boshlab ketamiz. Yuringlar bolalar. Mana do'stlar, peshimmenning oldidagi kebabdan o'tlarni qo'yib, endi birdan kebablarimizni tizib olamiz do'stlar. Kebablarimiz mishadi yog'dar deb ajoyib o'xshab ketadi ha. Qag'inda pishgandan keyin shovg'usini ko'rsizlar do'stlar. Mushu yog'och ziqtimi kebab o'xshamdiga, o'xshamamdiga birdan ko'rsatdim sizlarga. Do'stlar, mana kebablarni musha o'lchamlik holatda o'rib oldik. Qaranglar, shunda payzi musha yog'lar degandan qaqirib ajoyib payzi chiqiltiribdi. Mana bu yoqni o'rib oldik. Mana shunda kebab pishirish qilmay diqqat qilsanglar, set pul qilsanglarmi bo'ladi. Hech bayramlarda mushu adash barash tuqqanlarni chaqag'ani pishirib bersanglarmi shunchalik xo'sh bo'ladi. Taqqa baqqa sayl sayat chiqqanda pishirsanlarmi ajoyib payzi shirin ta'mli kebablarimiz chiqadi juma do'stlar. Mana qilmadik. Mening shogirdlarimningki mana kebablarni pishib tayyorlab ketdi. Mana shunda o'xshagan kebab yapaqsam bo'ladi deb deydigan do'stlar, qanday qilamiz? Futur lazzat kelamiz. Kebab o'xshabmi, o'xshamabmi? Shogirdlarim bir baho berib baqsin. Yuringlar bolalarim. Bizning kebablarimiz pishib chestay bo'lib ketdi do'stlar. Unda bo'lsa shogirdlarim kelib birdan tetib baho berib baqamsizlar. Bolalar, kelinglar, sizlar mi kelinglar? Shandoldan kelgan bolalar bikiringlar. Ketmanglar, avvaldan bir tetaya. O'xshabdimi? Tanbapdimi? Ko'p turib emas do'stlar. Haqiqatan payz chiqdi. Men qilgan resep bo'yicha, men qilgan mushu o'lcham bo'yicha chiqib beringlar. Pul topadiganlar, bozor topolmasanglar, mana men Amina ustam degan ismimni o'zgartirib aytaman. Anadan keyin bag'laqqa hech bayramlarda pishirib bersanglar, mehmonlaringlar maqtab turib, dinglab turib yeb ketmasa, yana lakin Amina ustam degan ismimni o'zgartirib aytaman do'stlar. Mana bu shunda o'xshagan kebablarni yeb bergan, reseptlarni o'rgatib qo'ygan Amina ustamni qo'llamay kimni qo'llaysiz? Yuraklaringizni, yulduzlaringizni oymay besib, hunar kasb bugundan do'stlar. İnkasır ayınıға, o şamşöreni ayrımxanağa telefon numaranızı qaldırған, mən sizin özümünüzdeyim.